Sür chelindi. Shunda qilib qiyomat boshlandi. Dünya ve bütün kainatның ölüm vakti yetip geldi. Mayli yer zimin bo'lsin va yoki osmon bo'lsin, har bir narsa qadam-mu qadam, asta-asta yer bilan yakson bo'ladi. Yuz berayotgan ishlar qarab insonlar nima qilishini bilmay, bir-biriga qarayotdi. Hayronlik va chorasiz holda nima bo'layotganligini aniqlashga tirishibdi. Bu ahvol yer tevrashdimu nachasi ig'ir. Tağlar o'rnidan yutkilyotdi. Dengizlar chayqalyotdi. Yer zimin çak-çak yerilib ketiyotidu. Hammanglarning ko'zlaridan qo'rqinish aks etiyotidu. Osmondan yulduzlar bir-birlab tushiyotidu. İnsanlar qiyochiya ichida taraf-tarafga qochmoqda. Lekin endi qochganning hech qanday foydasi yo'q. Chunki imtihon maydoni endi taqiladi. Hammanglar bir-birlab yiqilib vafot bo'ladi. Qiyomat kuni nima ishlar yuz beradi? Qur'oni Karimdan oyat o'qigan holda bosqichma-bosqich tushuntirishga tirishimiz. Qiyomatning barpo bo'lishi surning chelinishi bilan boshlaydi. Sur İsrafil alayhisalom chalgan bir kanayning ismi bo'lib, sur chelingandan keyin ajoyib, dahshatli ishlar yuz berdi-ki, dunyo yulduzlar ve saman yolu sistemisinden tartib her bir narsa öz o'rnidan tushib ketadi. Qur'oni Karimda bu ahvol mundaq bayon qilindi. Birinchi qatimliq sur chelingan chaqda zamin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, o'lib ketgan chaqda bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz beradi. Osmon yeriladi. Bu kunda osmon qalaymiqonlashib, ojizlashib ketadi. Yana bir qanchilgan oyatda o kunning dahshati tafsiliy anlatıladi. O kunda zamin va tog'lar qattiq davraydi. Tog'lar bir davi tarqaq qumga aylandi. O kunda osmonni narsa yozilgan qog'ozni yo'gagandek yo'gaymiz. Mahluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. Ey Quraysh jamoasi, agar iymon etmasanglar, dahshatidan balalarning beshini oqartib etadigan kundan qandoq saqlansizlar? O kunning dahshatidan osmon yerildi. Allohning va'dasi cho'qim amalga oshadi. Mana bu oyatlar o kunning hech qanday bir kuniga o'xshamaydiganligini, hamda biz ko'radigan o koinotning o'lim kuni ekanligini ochiq holda anlatadi. Albatta har bir insonning o'lim soati bo'lganiga o'xshash, insonlarni o'z ichiga olgan o koinotning o'lim soati bor edi. Qur'oni Karimda qiyomatning yuz berganligini bildiradigan voqealiklar mundaq anlatıldı. Kun nuri o'chgan chaqda, yulduzlar to'kilgan chaqda, tog'lar gumron bo'lgan chaqda, bo'g'oz to'gilar tashlab etilgan chaqda, yovvoyi hayvonlar to'plangan chaqda, dengizlar o't bo'lib lavuldigan chaqda. Ya'ni mayli osmon yoki yer zamin bo'lsin, hech qanday narsa o'zining o'rnida turmaydi. Qayerga qarasangiz dahshatli bir ko'rinishni ko'rasiz. Yer yuzidagi dahshatli davrashlar natijasida vulqonlar portlaydi.
va cho'nqur chak ketgan yerlardan sirtqa chachrab chiqqan magma dengiz suvlarini qizitib qaynatadi. Dunyoning dahshatli tavrishi, tog'larning parchalanib yo'qab ketish natijasida dengizlar bir-biriga qo'shilib ketadi. Butun dengizlar yolg'iz bir dengizga aylandi. Undaqda bu dahshatli kunga qanchalik qolganda? 10 yil, 100 yil, 200 yil yoki uningdanmi jiqmi? Suyimlik payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qiyomat bo'lishdan burun ba'zi bir muhim alomatlarning yuz berdiganligini aytgan. Bularning ba'zilari kichik, ba'zilari bo'lsa cho'ng alomatlar. Biz avval kichik alomatlarni, keyinidan cho'ng alomatlarni so'zlaylik. Shuningga qarab qiyomatga oz qolgan yoki qolmaganligiga siz qaror bering. Qiyomat yaqinlashganligini ko'rsatadigan tunji alomat payg'ambarimizning dunyoga kelishidir. Chunki payg'ambarimiz avatilgan eng oxirgi payg'ambar. Bu ahvol nurg'unlagan manbalarda qiyomatning kichik alomatlaridan deb qaraldi. Ya'ni bu dunyo maktabining eng oxirgi o'qituvchisi keldi va ketdi. Undaqda sizcha o'qish bitirish murosimi bak yiroqmidi? Yana bir alomati bo'lsa, Qur'oni Karimning muhimligining insonlar tarafidan unutilib ketishi. Atrofimizga qarab boqadigan bo'lsak, rostilla hammaning dunyoga dumchib ketganlikdan Qur'oni Karim sahifalarini ochishni unutgan kishilar bilan to'lg'anligini ko'rib olamiz. Xizmat aldirashchilik sababli o'qig'idek vaqt chiqaramadim. Eng oxirgi qatim kichik vaqtimda Qur'on kursida o'qigan edim. Balki sizmi yuqorqi kishilardan biri bo'lishingiz mumkin. Yana bir alomati bo'lsa namozning o'qilmasligi. Namozning qanchalik o'qildiganligini bilish uchun maktab va yoki xizmat o'rnimiz degandek atrofimizga qarsoq yetarlik. Yigitlar, men bilan birga namoz o'qiydiganlar bormi? Ko'rganimizdek, qiyomat yaqinlashgan sari namoz o'qiydiganlarning soni bargan sari ozaydi. Yana bir alomati bo'lsa, masjidlarning haddidan ziyoda bezilib, namozga ahamiyat berilmasligi. Yana bir alomati bo'lsa, malhami kubra, ya'ni cho'ng urushning bo'lishi. Cho'ng talish ma'nosini ifodalaydigan bu urushmo qiyomatning bir xabarchisidir. Bu cho'ng urushning qaysi urush ekanligi, hozirgacha yuz bergan yoki yuz bermaganligi haqida olimlar har xil ko'z qarashlarni o'ttirib qo'ygan. Ammo yaqinqi mezgillarda intayin cho'ng urushlarning bo'lishi, ya'ni texmi cho'ng urushlar haqidagi paranglar qiyomatning alomatlaridan. Yana boshqa alomatlar qarab boqadigan bo'lsak, qiyomat yaqinlashganda Allohga va iymon asoslariga ishonganlar bargan sir ozaydi. Omonatga sal qarildi. Jazoni kangri tarqaladi. Tijoratda samimiyat yo'qolib ketadi. Fitna, g'aybat, yolg'onchilik ko'paydi. Zina va aroq ichishga o'xshash cho'ng gunohlar ko'paydi. Turlik markalar va nomlarda sharoblar chiqadi. Hatto bir qismi halol deb qaraldi. Ochiqchilik va yalang'ochlanish tarqaladi. Ayasizlik ko'paydi. Erlar bilan, ayollar bilan ko'payiladi. Pixsiqlik, oshko'zlik ko'paydi. Urug' tuqqanlar orasida sil-rahim uziladi. Cho'nglar kichiklarga rahim qilmaydi. Ajrashishlar va nikohsiz bolalar ko'paydi. Jihad va irshod faoliyatlari tark etiladi. Faqat din sirtidagi bilimlarla o'rganiladi. Tabiatning tangpungligi buziladi. Dunyo miqyosida sel, yer tavrash, o't ofatiga o'xshash falokatchiliklar ko'paydi. Kanlar yo'qaydi. Jinoyatchilar ko'paydi. Igiz binolar selindi. Taqdir, qazoyi qadar va oxirat kuni inkor qilindi. Balkim sizmi qiyomatning kichik alomatlarining hammasi degidek amaliylashganligini his qilgansiz. Bu alomatlarning amaliylashishi insoniyatning eng oxirgi bosqichga qadam qo'yganligini aniq ko'rsatib turibdi. Xo'sh, endi qiyomatning cho'ng alomatlariga qarab boqaylik. Cho'ng alomatlardan biri bo'lsa, yerning tegidan hayvonning chiqishidir.
Kaçыңlar! Nima bo'ldi? Allohu akbar! Xo'sh, bu yerdan chiqadigan Dabbatul Arz zodi qandaq nima? Dabbatul Arz qiyomatning qoyim bo'lishiga oz qolganda yerning tegidan chiqadigan bir maxluqqa berilgan ism. Buning qandaq jonliq ekanligi haqida har xil ko'z qarashlar bor. Dabba degan yerda mangadigan jonliq degan gap. Arz degan yer, zamin degan gap. Biz bu alomatdan yerdan bir turlik jonliqlarning yerning tegidan chiqib insonlarga hukmron bo'lganligini bilalaymiz. Balkim bu virus shaklidagi jonliq bo'lishi mumkin va yoki daraxtlarni yeydigan kichik qurtga o'xshash bir narsa bo'lishi mumkin. Qandaq narsa ekanligini bilmaymiz. Eng to'g'risini Alloh bilguchi. Dabba Qur'oni Karimda 14 yer tilg'ilindi. Bu kalima normalda minadigan uloq hayvonlarga ishlatildi. Ko'proq hasharotlar uchun ishlatildi. Qur'oni Karimda mundaq deyiladi. Ularga, ya'ni kuffarlarga oldin ola aytilgan so'z ishga oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda, ularga zamindan bir turlik hayvonni chiqaramizki, u ularga bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi. Yana bir hadisda mundaq rivoyat qilindi. Uning, ya'ni qiyomatning alomatlarining biri bo'lsa, quyoshning patqan yerdan, ya'ni g'arbdan chiqishi va chashkah vaqtida insonlarning ustiga dabbaning chiqishidir. Bu alomatlarning qaysi baldur oshkor bo'lsa, eng qisqa vaqt ichida yana bir agishib chiqadi. Buyuk islom olimi Badiuzzamon Said Nursi dabbaning yolg'iz bir jonliq emas, ma'lum bir hayvon turi ekanligini o'tirib qo'ydi. Dabbaning Saba surasi 14-oyat tilg'ilingan Sulaymon alayhisalomning asini yegan qurtlarga o'xshash bo'lganligini. Ya'ni dabbaning mu insonlarning so'ngaklarini xuddi yog'och qurtiga o'xshash to'ydirmay yeb tugitadiganligini va insonning tishidan tortib tirniqiga qadar hamma yerga o'rinlashadiganligini tilg'iladi. Qiyomatning yana bir alomati bo'lsa, Yajuj va Majujning chiqishidir. Yajuj va Majuj ismli boshqa turdagi jonliqmi o'xshashli insonlarga eg'ir ziyon selib yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Qur'oni Karimda Zulqarnaynning sog'an qo'rg'on soyasida insonlarga hujum qilolmay to'xtab qolgan Yajuj va Majuj ismli maxluqlarning qiyomatga yaqin qaytadan chiqib insoniyatga hujum qildiganligi tilg'ilindi. Zulqarnayn shimoldagi tog'liq bir rayonga qo'shin tortayotganda Yajuj va Majuj degan buzg'unchi va tajovuzchi bir qavmdan shikoyat qildigan bir xalq oldiga chiqib, "Ey Zulqarnayn, bu yurtda Yajuj va Majuj buzg'unchilik qilyapti. Biz bilan ularning o'tirg'i bir qo'rg'on yasab bersang, biz qanchalik badal bo'z to'lashga tayyor. Qo'shilamsan." Xalqning talabiga binoan Zulqarnayn o qo'rg'onni soladi. Qo'rg'onning qurilishi bitganda Yajuj va Majujlar o qo'rg'ondan eshib o'tish tugul bir tal tushkma chammaydi. Zulqarnayn qo'rg'onning faqat Alloh belgilagan vaqt kelganda yiqildiganligini aytgan. Shundaqla u qiyomatning alomatlaridan. Ba'zilar Yajuj va Majujni Manju va Mo'ng'ullar deb qaraydi. Qiyomatga oz qolgan vaqtda ilgirki zulmlarni izlatmagidek darajada buzg'unchilik qildigan bir xalq chiqadi. Albatta, eng to'g'risini Alloh bilguchidir. Yana bir alomati bo'lsa, Dajjalning chiqishidir. Rivoyatlarda Dajjalning chiqishi dunyodagi eng qo'rqinchli hadislardan biri ekanligi tilg'ilingan. Dajjal hadislarda yolg'onchi, hiylagar, yaxshi bilan yomonni, haq bilan botilni bilib turib aralashtiradigan nachar bir kishi sifatida tilg'ilindi. Shuningdek, bir hadis sharifda bularning sonining 30 atrofida ekanligi tilg'ilindi. Bularning ichida oxirgi zamonga tava ikki Dajjalning boshqacha ayrim bir o'rni bor. Biri cho'ng Dajjal, yana biri islom Dajjali Sufyan. Sufyan rivoyatlarda deyilishicha musulmonlarning orasidan chiqib, munofiqlarcha dinsizlik va haromlarni tarqitib, insonlarning mangulik oxirat hayotini tugashtirishga urindi. Cho'ng Dajjal bo'lsa, butun insonlarning iymonini o'g'irlaydigan
va insoniyatni Allohni inkor qilishga da'vat qiladigan eng xatarlik maxluqlardan yoki bo'lmasa fikr iqimlaridan biri deb qaraldi. Yana bir alomati bo'lsa, Ahli Bayt nasibidan keladigan Mahdining kelishi. Mahdi bo'lsa, uningga Alloh tarafidan to'g'ri yo'l ko'rsatilgan, insonlarni Alloh tarafga chaqiradigan kishi deb ta'riflandi. İmansızlık içinde boğulğanlarni, Allah'a bo'lgan imanida shubha va ikkilanishda qolganlarni bu qorong'ulikdan va Dajjal bilan Sufyonning xatarlaridan qutuldirdi. Eng cho'ng alomatlardan biri bo'lsa, Hazrati İsa alayhissalomning osmondan tushirilishi. Hazrati İsa alayhissalomning oxirgi zamonda yer yuziga tushadiganligi ve İslam hükümlerini tatbiqlaydiganligi haqida hadislar bor. Mahdi namoyon bo'lgandan keyin Hazrati İsa adil bir hakim ve hukmron sifatida osmondan tushdi. Kiristni sundirib cho'shqalarni o'ldirdi. Pajni yo'l qo'yib insonlarning boy bo'lishiga to'g'ri qo'shdi. Mahdining keyinda namoz o'qib, uningga yordam qildi. Oxirida Hazrati İsa Mahdi bilan birlashib Dajjalni va Dajjal iqimini yo'q qildi. Dajjalni o'ldirdi. Yana bir alomati bo'lsa, Duxan. Qiyomatning cho'ng alomatlaridan biri bo'lgan Duxan aslida tuman demak bo'ladi. Uning asosan qiyomat yaqinlashganda osmondan yer yuziga bir tuman tushadi. Bu tuman butun dunyoni qoplaydi va bu ahvol 40 kun davom qiladi. Yana bir alomati bo'lsa, quyoshning g'arbdan chiqishi. Quyosh g'arbdan chiqqanda buni ko'rgan insonlar dunyoning oxirlashganligini cho'qim his qiladi. Lekin bu chaqda tövbe va imtihon eshigi taqalgan bo'lg'achqa, buning hech kimga foydasi bo'lmaydi. Bu eng oshkora alomatlardan biri hisoblandi. Yuqorqi alomatlardan qiyomatning qanchalik darajada yaqinlashganligini his qila olamiz. Suyimli payg'ambarimiz qiyomatning dahshatidan qo'rqqan sahobalarga mundoq deydi: Alloh bizga yetarlikdir. U nima degan yaxshi vakil. Biz Allohga tavakkul qilamiz. Ammo hammalarning esidan ko'tarilib qolgan bir ish bor. Aslida haqiqiy qiyomat kishining o'z o'limidir. Shundaqla bizning butun diqqatimizni berishga tegishli bo'lsa, o'zimizni qiyomatimizga qarata tayyorlash bo'lish kerak. Agar Allohga bo'lgan iymonimiz kuchli bo'lsa, cho'ng qiyomat bo'lganda qabrimizdan shu bo'layotgan ishlarga hayron qolgan va Allohning qudrati haqida tafakkur qilgan holda atrofga nazar solamiz. Ammo muhim bo'lgani, hozirning o'zida ibrat ilib darhol harakatga o'tish. Ular, ya'ni Makka kuffarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutdi. Shubhasizki qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandoqmi vaz nasiyat oladi. O chaqda vaz nasiyat olganning foydasi bo'lmaydi. Qiyomat qoyim bo'lgandan keyin Alloh farishtalar daxil butun jonliqlarning jinnini oladi. Ondan yangi bir yaratılishga o'tish boshlandi va mahshar maydonida bütün canlıqlar qaytadan tirildiriladi. Endi bo'lsa, boshqa bir dahshatlik va qiyin bo'lgan bir bosqichga kiramiz. Endi biz mahshar maydonida. Undaqda bizni mahshar maydonida nimalar kutyapti? Inshaalloh 3-qism filmimizda, ya'ni mahshar maydoni qismida ko'rishaylik.